yog' erituvchi, ishtahani bo'g'uvchi, shiraga bo'lish ishtahasini ozaytirib beruvchi, bizda bel va qorin sohasidagi yog'larda erituvchi. Bizda yangi novinka Coffee Slim. Bu kofeni ichganimda men qizlar shunaqa energiya 100 emas qizlar 1000 vahshiy charchamadim. Ishonasizlarmi, charchoq hissini sezganim yo'q. Ishtahani zo'r bo'g'di. Bugun vobshe kunda och qolib ketayotgandim. Ichim shilinib, bir ovqat yesam ham ichim shilinayotganga o'xshab ketayotdi-da. Vobshe ovqat apetit vobshe oz yedim. Qorinni to'q tutar ekan. Ikkinchidan shira vobshe tortmaydi ekan. Uchinchidan qizlar настроение zo'r yurasiz ekan. No stress, даже sizni stressdan chiqarar ekan. Nervni bo'lmaysiz, vobshe asabiylashmaysiz, quvnoq, mazza yurasiz ekan. Bu yerda naturalniy, mana unaqa ham yozib qo'ygan, yog' erituvchi deb, ekstraktlar qo'shilgan, bez ximikat, ziyonsiz, qizlarjonlar qo'rqmay icharasizlar. Xohlasanglar suvga, xohlasanglar sutga qo'shib, mana 150-200 ml issiq suvga yoki sutga ertaman och qoringa ovqatdan oldin 1 stakan bir kunda ichsangiz yetadi qizlar. Mana ichida 10 ta bo'ladi. Juda ham zo'r narsa ekan. Vashshe mana dieta qila olmayapman, qornim ochib ketyapti degan qizlar uchun eng zo'r bambichеский novinka kofelarimizdan qizlar. Ta'mi ham shunaqa zo'r, hidi ham вообще приятный. Maza qilib sevib ishlatasiz. Biragi firmalarda kofesini olsangiz icha olmaysiz. Buni esa sevib ichasiz.